Akalar ko'pchilik mendan so'rayapti. Qisir bozori narx-navosini yoriting deyapti. Yoritib beryapmiz akalar. Bugun biz Namangan viloyati, Namangan shahar Samarqand savxoz deydi. Yoshlik chorva, yoshlik baraka chorva bozori ham deydi. Shu bozorga kelamiz. Bu yerda qisirlar faqat akalar. Bo'g'ozlari yoritamiz. Suti bor qisirlar imkon qadar narxini yoritib berishga harakat qilamiz. Aka videolarimizni akalar 4 ming, 5 ming, 10 minggacha odam ko'ryapti, lekin like bosmayaptilar. Qisir, qisir bozori videosiga 200 tadan oshmayaptilar. Sizlar like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, men har bozor qisir, ona-bola bo'g'ozlar narxini yoritib borishga harakat qilaman. Mana shu qisirdan boshlaymiz. Tog'a suti bormi buni? Ha, nechta suti bor? 3 litr suti bor. Tishi-chi? 8 ta tishi bor, ha? Narxi-chi? 12,5 qilishdi. 12,5. Bozor nech pul berdi? Bozor 12,5. 12,5. Siz nech pul aytyapsiz? 15. 15 aytyapsiz. Ya bu. Zo'r. Yana serobmi, ashqolosmi? Serob. Nomeri beray unda. Nomerim yo'qmi? Yo'qmi? Ya bu nomeri yo'q ekan. Bu sizdan emasmi? Egasi yo'qmi ekan, lekin yaxshi qisirlar bor ekan mana. Shaylarni. Mayli, davom etaveramiz biz sekin. Mahindan. Tog'a suti bormi? Suti bor. Nechta? 3 tami? Tishi nechta tishi? 6 ta tishi bor. 3 litr suti bor ekan. Kelaman. Shu qisira bitta ko'ringlarchi nima deyapmiz. Yosh ekan, shuni olib turib akalar, shunday buqaga urib qo'ydirsalaring, 8 oylik bo'g'oz qolib chiqsalar, bozorda normal pulga oladi. Hozir bilaylikchi. Tishi nechta ekan, tog'a? 6 ta. 6 ta yosh ekan, ha? Narxi nech pul? 20 dan pastga bitadimi? Tevagami? 20 dan tevaga ekan. Bozor qancha qildi? Bozor hali qilmadi. Tog'a 20 ga bersalar, shunday olardim men. Zo'r. Yana savdo bo'lyapti menimcha, qaysi biridir. Shayda hozir bilamiz. Aka, qaysi bo'lyapti? Mashina qancha? 10 milyon 500 ming qilib kerak ekanlar. Aha. Baho bo'lishdi. Obden tipida katta odam gapini emas. Mash savdo bo'lyapti ekan. Menimcha suti ham bor buni. Hozir bilib beramiz. Shayda savdo bo'lyapti. Aka, suti nechta ekan buni? Mol olaman. Mol olaman. Suti nechta ekan? 4 litr suti bor. Narxi qancha bo'lyapti? 10 million 800 ming so'm savdo bo'lyapti. Ya. Nech pul ekan qisir? Ya. 8 kam bor. Tuqqanmi? Bir tuqqan. Shto'tda bitta tuqqan 18 kam bor. Ya. Mana mashina olib turibman. Shunday bo'g'oz qilib sotsangiz ro'zg'or bor bo'ladi-da, akalar. 30 million so'm pul bo'ladi deb qoldi. 30 million so'mdan oshadi. Yaxshi. Yani bozor qancha qildi? 5 15,5. Yaxshi. 16 dan pastga bitadimi? Yo'q, 16 dan tepada yutadi. Tepa bitadi. Nomer berasanmi? Yo'q, telefon yo'q ekan. Mo'la sizlarda emasmi? Yo'q, mo'la ketgan ekan. Qaysi? Ana turibdi oxiri. Ha, o'sha ekan, bo'ldi, olamiz hozir ma'lumotni. Mana qisir 3 ta. Aka, mana shu 5 ta sizdanmi? Ha, bizdan. Qisir, ha? Ha, xudo xolasa qisir aka. Mana shu suti nechta bular, aka? Molda 5 ta sut bor, molda 4 ta sut bor. 4 ta suti bor. Tishlari qanaqa bularni? Tishlari 4 ta, mollarniki 6 ta, 2 ta, 2 ta. Yosh ekanda hammasi 4 ta, 6 ta. Ikkitasi ham bor ekan. Bular nech puldan deymiz, aka? Bularni ikkitasini 18 dan chekan bor. Hop, mana-chi. 17 million kami bor. 17 milliondan. Buni bitta ko'rsatib orqa tomon. Nech puldan bular? 1,5 kami. Qanchadan? 19,5 dan. Yosh ekanda bular, kelaman. Zo'r ekan, eti ham bor ekan. Zo'r. Aka, bular buqa kelib qolmaganmi, ma'ramayaptimi? Mol ikkitasi buqaga kelib qolgan. Rasa kuyuk. Mana shunaqalari novoz boqqandan aka, mana shularni olib turib qochirib, bir 8 oylik qilib sotsam yaxshi pul bo'ladi. Zo'r bo'ladi. To'g'rimi? Cho'yla qilib sotsangiz ham Shu oylik qilib, ha? Buqani olib, ana yerda turgandan ko'ra tavsiyam shu akalar. Nomeri bering. 94lik. 94lik. 498 498 0445. 0445. Bularni kunlik rasxoti ham ozda. Buqani yarmini yeydi. To'g'rimi? Semiz molni yarmini ham yeydi. Ikkitasi bitta molnikini yeydi. O'shada foyda yaxshi tashlaydi demoqchiman. Gap yo'q mana. Bitta ko'ringlar. Zo'r.
Xo'p, mana shu yerdan aka sizdanmi? Nechta? 4 ta. Mana shu to'rida ona. Bunisi bitta tuqqanmi, tug'maganmi? Bitta tuqqan. Nech pul ashi? 18 million jinda ekan. 18 million jinda ekan va bu nechta tuqqan? Hammasi bittadan. Hammasi bittadan tuqqan. Gap. Bular buqa kelib turibdimi aka? Ha? Buqa kelib turibdimi? Kelibdi. Bunda qochirsa tayyor ekanda. Mana shular aka shunday qochirib turib bir 7 oylik qilib bozorga olib chiqsa, buqadan zo'r foyda qiladi. Ha, o'ta chiroyli bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Lap-lap kengayib ketadi bular. Bularga o'zi ham chiroyli. Nech puldan deymiz aka endi bunisini? Qorasiga, olasiga 22, 23, 24 narx aytyapmiz. 22, 23, 24. Bozor nima deyapti? Bozor 20, 19 shuna savdo qilyapti. Savdo 20, 19. Aka, buni 20 dan berasizmi ikkitasini? Ikkitasi bo'lsa quyuq bo'lsa yo'qqa jiddiy qo'shib bersa beramiz. Mana shular aka 8 oylik qilib olibsa nech puldan oladi? 35 dan oshiq bo'ladi. 35 dan ko'z yumib olaveradi. Gap. 35 dan oshiq bo'ladi. Gap. Nomer bering aka. 97 lik, 97 lik. 257, 257 95 75. 95 75. Manzil? Namangan tuman Oqbuloq MF. Namangan tuman Oqbuloq. Gap. Jami shu qatnaydigan yo'lda bo'ladi, shu yo'lda. Toshbuloq. Toshbuloq. Gap. Zo'r. Buqa boqqandan shundan boqqan yaxshi deyman-da aka. Xolasa. To'g'rimi? Xaridorgirda. Arzorga. Zo'r bo'ladi. Tavsiya qilaman. Rasxoti ham kam buqanikidan. Buqani yarmini yeydi bular. Ha, yarim ovqatga to'yadi. Yarim ovqatiga to'yadi. Kengiz. Aka nech pul ekan bu? 12 million aytilyapti. Tishi nechta ekan aka? Shmaydi. Boska. Suti nechta? Suti nechta? 2 litr. 2 litr. Narxi nima deyapsiz? 9,5. 9,5 aytyapsiz. 9,5 qilib. Aha, 9,5 bozor qilyapsiz. Nech pul aytyapsiz? 12 million. Zo'r, 12 million so'm. Bunisi ham sizdanmi tog'a? Ha, Bular nech puldan ekan tog'a? 15 ta. 15 ta. Suti nechta bulari? 3 litr bor. 3 litr bor. Tishi bu ham bosganmi? Bosh. Narxi 15 tana. Bozorchi? 25 qilib 12. 12,5 dan 25 qilyapti mana jupiga bitta ko'ringlar. Gap, maşallah. Barakasiniz. Rahmat tog'a. Davom etamiz yana sekin. Kuzatib borishga harakat qilamiz. Aka sizdanmi? Nechta? Bundanmi? Bular tishi nechtadan aka? Ikkita, to'rtta, oltita ekan, hammasi aksariyat. Suti bormi bular aka? Suti bormi? Yaxshi. Buni ham chiroyli narsa ekan. Narxchi bular aka? Nech puldan nech pulgacha? 18 million aytilyapti. Ha, 18 beryapti bozor, bunga 17 beryapti. Yoshaganda. Bunisigachi aka? 8,5 uni 8 litr suti bor. 8 litr suti bor. Uni bolasi ham. Bo'g'ozmi hali? Yo'q, bularichi aka? Sizlar hammasi Yo'q. Yosh ekanda bular hammasi aka? Shukura, to'qom. Yo'q. Nomer beramizmi aka bularga? 90 93lik 072 30 43 3 to'rtta bolasini bemalol olaverar ekan, nima bola ba? Mana shungacha bizniki hozir. Ashagacha. Yo'q. Manzil qayda aka? Namangan shahar Hasanobod. Yo'q. Chortoq yo'lida akamizga alohida chiqinglar. Yosh ekan, ikkitadan 6 tagacha. Ha? Nomerlarni qo'yib ketgan akalarni. Qo'ydim. Yaxshi qisirlar ekanda. Bir 3-4 ta bolasini olsa bo'lar ekan yana. Yosh ekanda. Buqa boqqandan ko'ra deyman aka, mana shularni olib turib bir 5 oylik buqasi qilib O'zingiz bitta buqalarni chiqargan ekansiz, ko'rdik aka. buqa boqib hozir biz ham jaligi bo'lmayapti, massa bermayapti, foyda Buqa? qilmayapti. hozir bozor Bozor mingdan kunjaroq beryapmiz aka. Kunda kuni ertalab Buqa- bo'lsa aka 200-300 narx sotib qo'yapmiz shu mollarga-da, misol 30 ta 40 ta. To'g'ri, to'g'ri. hozir buqani rasxod ko'payib ketdi, bozor totmayapti-da. Mana shu molda aka 300 kam, mana oqshvet 300 kam 20 ga sotdi hozir. Bizning foydaga bermay turibdi. Mana uni. Lekin mashina bir 8 oy 7 oy bo'g'oz qilib olib chiqsa, Bo'lsa aka 35 million mashina oldi. mashmola buqadan yaxshi-da. Rasxodi ham kam. To'g'rimi? Buqani yarmini yesa yetdi yemini. Bir qop kepak 10 kunga to'g'ri-da bularga. Ha, shu yerda. Zo'r. Mana oqda oldik aka.
ikki kam 20 ga. O'n o'nimi? Bo'g'oz qisirlik gumon. Ha. Tishi nechta ekan? Yabi. Nima boqiladimi aka buni? Boqiladimi? Ha, zagonga oldi aka. Zagongami? Yabi yoki rahmat. Xudo xolasa akalar imkon qadar narx-navosini yana sekin yoritib borishga harakat qilaveramiz. Suti nechta ekan tog'a? 8 litr. Tishchi? İşte bostan. Bitta bosgan. Narxchi? Narxi 20 milyon yani. Bozor nechi pul dedi? Bozor 15,5-16 so'rayapmiz. Dehqonchilikmi yo tirikchilik? Nomer bermaysizmi ehtiyot? Yok, bitta xolos. Bitta xolasa, gap yo'q. Mana orqa tomondan ko'rinishlar. Endi hammaga har xil, hamma xohlaganini boqadi. Aka nechi puldan olgan bular? Buni 15 deydi. 15 ha? Tishi nechta? Shu maydalari. Maydalagan. Sutchi? 8 ta suti bor. Bozor nima dedi bozor? Qayda bo'lyapti savdo? Bunisi-chi? Buni 15 kam bor deydi. 15 kam bor. Suti bormi? To'rtta? To'rtta suti bor ekan. 15 kam bor deyishyapti mana. Orqa tomondan ko'rinishlar. Hozir bozor pul bermadimi bunga? Yo'q, endi. Yo'q. Tog'amizniki bitta ko'rsataychi. Tog'a tishi nechta buni? Tishi nechta? Yoshagan. Shunday to'rtta suti bor. Tushovi yo'q. Tushovi yo'q, o'ta yavash. Bo'g'oz emas, qisir. Ha, qisir, bo'g'oz emas, qisir. Narxchi? 15 beraverasizmi? Bozor qancha qildi o'zi? 2 15. 2 kam 15. 15 ga beraverasiz. Nomer bitta aytib ko'ring-chi. 93lik. 93lik. 48 Hop, 25 yillik 2. 25 yillik 2. Dehqonchilik bu. Bola Dehqonchilikmi? Yo'q, yo'q. Mana akalar. Zog'i bichi bog' boraman deydigan akalar yoki yana tog'a bir yana ikkita bolasini olsa bo'laveradi. Endi bo'ladi. Endi 8 ta bo'ldi. 2 ta 3 ta tug'averadi yana bu. Hozir necha tuqqan bo'ladi? Shuni to'rtta tuqqanmi? 2 ta tuqqan, 3 o'zi bu 3-chi bola hisoblanadi. Aha. 8 ta bo'ldi. Ya'ni tug'averadi bu hali. Men bitta sigirni 12 ta tug'dirganman-da. 12 ta tuqqan. 17 ta ham tuqqan bizda. Yo'q, yo'q. Bemalol mana. Yo'q, yo'q. Yaxshi ekan turishi ham mana. Kavshini qaytarib turibdi. Hozir ketdik endi bo'g'ozlar tomonga qarab o'tamiz. Aka, bo'g'oz emasmi bu? Nech pul bo'lyapti? Savdosi qancha bo'lyapti ekan bularning? Bilmadim. Savdo qancha bo'lyapti? 18 ga bor. 18 ga bor. Suti nechta? 4 litr suti bor. Bitta tuqqa. Ikkita, bitta tuqqa. 18 ga bor. Gap yo'q. Rahmat aka. Bo'g'ozlar tomonga qarab sekin o'tib ketaveramiz. Davom etaveramiz. Mana shu yerda ham savdo bo'lyapti shekilli. Kuni yaqin ekanligi. Yo'q, bo'lib beraman. Birinchisiga ekan menimcha. Sizlardan emasmi? O'ling, ashni o'ling. 21 million bo'libdi. Birinchisi ishkilga? Birinchisiga bugun Kun sanayapti. 21 ga berishmayapti. 21 millionga berishmayapti. Birinchisi kun sanayapti akalar. Xudo xolisi. Oldi tomondan ko'rsataman. Tishi nechta aka? Yo'q tishi. Tishi yo'q, buzov hali. Yo'q, yo'q, baragasini bersin. Keyingisini ko'rsatamiz mana. Baraka top. Mashina ko'rsataymi? Mashina bo'lyapti shekilli. Hozir bo'lib beramiz. Qanchaga chiqdi savdosi aka? 33 odamı gapekir. Qancha berdingiz aka? 33 milyon. Birinchisiga ekana? Ha. Gapir. Birinchisi 33. Gap 33 million so'm savdo bo'lyapti. Aka necha oylik? 1 oydan ozgina o'tgan ekan. Jonivor, kengligini qarang. Gap. Shaylardan ko'rsatamiz yana. Aka necha oylik ekan tog'a bo'g'ozligi? Ha, 8 oy bor. 8 oy. Birinchisiga 8 oy. Narxi necha pul bo'lyapti? 25 qilishdik. 25 litrishgan bor. 25 kam bor. 21 savdo bo'ldimi? Ha, bo'ldi. 21 savdo bo'libdi. Yo'q. Keyingisini ko'rsatamiz. Birinchi tug'ishiga. Aka bu nechinchisiga? Nechinchisiga bo'g'oz? Bilmem bizden bu kadar. Oyan, tishi nechta? Ketgan. Ketgan. 5 kam ekan. Narxchi? Ye, shog'ini qara. Etti ushlab turibdi ekan-a? Ya, narxi nechi pul ekan?
Ben boğa çıkıp oldu. Boqilayotgan bo'g'oz chiqib qoldi. Narxi nechi pul? Narxida 28 etti. Bozorchi? Bozor 20 yaqinroq. 20 ga yaqinroq. Agar semiz bo'lganda qanchaga ketadi? Agar siz bo'lganda olmaydi. 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 Vaqt sizga bu yaxshi bo'libdi-da. Omili ancha vaqtingiz ushlagan ancha. Semiz bo'lganda qanchaga ketardi? 15 ga ketamidi? 15 18 ga yo'q bo'ladi. 18 ga bo'ladi. Rahmat aka. Mana. Keyingisi aka birinchisiga bu. Birinchisiga aka. Necha oylik? Bu 4 oylik aka. 4 oylik birinchisiga. Tishi yo'q shikiliga. Ikkitani urib qoldi. Ikkita bo'lish kerak. Narxi nechi pul bo'ldi bozor? 22 million qilishdi. 22 million so'm savdosi o'tdi, berishmabdi. Gapi. 22 million so'm. Aka, mana shu bo'layaptimi savdo? Qancha bo'layapti? 8 million. 28 yer. 28. Birinchisiga bo'g'oz. Necha oylik? 4 oylik. 28,5 deyishyapti. Birinchisiga 4 oylik bo'g'oz ekan. Shayda savdo bo'lyapti mana. Zo'r, yarim. Sigir ham haqiqatda dahshat sigir bo'lar ekan. O'rtasini ham qaranglar, kengina. Qanday bo'g'oz uchun? Gapi. Mana akalar sigirni haqiqiy dahshati. Aka nechi pul ekan bu? Ona bola. 35 million. Birinchi bola, birinchi tipa. 1 oylik bola, sen? Yo'q, bir oylik emas, 8 kunlik bo'ldi. 8 kunlik bo'ldi. Suti. 12 litr 12-13 litr. Nechinchi bolasi bu? Mana shu 3 bolasi. 3-chi bolasi. Bozor nechi pul qildi? Million savdosi bo'libdi. Oxiri qanchagacha? 30 milliongacha. 30 milliongacha bermayapsiz-a? Gapi. Nomer beramizmi? 90 Turli. 600 859. 18 59. 59. Akamizga aloqa chiqinglar. Bolasi yaxshi ekan. Mana. Sigirni bitta ko'r, ostidan qarang kattalik. Davom etamiz endi. Keyin ko'rsatib boraveramiz. Pul yengillardan ko'rsatamiz asosan. Xalqimiz shuni so'raganmiz. Bolasi Xunajim aka? Suti nechta suti? 5-6 litr suti bor. Nechinchi bola? Birinchi bola. Enasi buzoqmi? Narxi nechi pul aytyapsiz? 32. Bozorchi? Nomer bering. 90 552 552 69 69 Mana. Rug'ozog'ori bobidan Agorodagi o'tib ketaveradi akalar. Yaxshi ekan bularga. Tushovi yo'q-a? Yo'q. Qanchaga beriladi aka buni? Oxirini aytib qo'ying. Bo'ldi. Aloqaga chiqarasizlar akalar mana. Zo'r ekan. Bor buni. Qancha beryapsiz hozir? 32 million. Ona bolaga 32. Bitta ko'ringlar mana. 32. Suti nechta ekan tog'a? Suti nechta ekan? 5 ta. 5 ta suti bor. Ikki mahalga. Bo'g'ozmi? Ha. Onasi bo'g'oz. Hozir shunaqa gumondamiz. Gumon do'rayliga. Ha. Bolasi ham zo'r ekan hali. Buqa. 32 bo'lyaptimi? Ha, 32 o'tdi. 32 nechi pul aytyapsiz o'zi? 40 million. Kishi ham ikkita olasa ekan, Chiqardi. chiqadi. Yosh ekan a? Ha. Dehqonchilik. Ha. Yo'q, lekin zo'r ekan, qop-qora ekan. Kelib. Bolasi nima akasiga? Onajin, Targ'il. Nechinchi bola aka? 3mi? 3-chi bola. Bolasi ham zo'r ekan, aka, novosga o'xshagan. Narxi nima deyapti aka? 36 million. Kami bor. Yo'q, 36 million baho bo'lyapti. Bermayapsiz. Siz nechta aytyapsiz? 45. 45 aytyapsiz. 36 millionga berilmayapti. Mana. 36 millionga berilmayapti. Jiyan bolasi buqami? Buqa aka. Nechinchi bola? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. Suti nechta sut? 8. 18 taga beriladi aka. Narxchi, narx tog'a? Bozorchi? 32 qilyapti. 40 million kam bor deyishyapti. Gapi. Keyingisi. Bu sizdan emasmi jiya? Ha? Uchga chiqaraman. Lekin zo'r ekan. Nech pul ekan jiya? Narxi nech pul ekan tog'a? 40 million. Bozor qancha qildi?
qilyapti. Aytmadilar, 40 million deyapti ekanlar. Lekin yaxshi ekan buning. Yo'q. Bolasi ham zo'r ekan, tog'a. Yo'q. Keyingisini ko'rsataylikchi mana. Bolasi buqami aka? Onachi. Necha kunlik bo'ldi bu? 3 kunlik. Ikkinchi bolami aka? Birinchi bola ekan. Sutini nechta beryapti? Sog'ilmaganda hali mana. Ostlari buziladi. Narxini ish bilagan aka buni? 32 kami bor deyapmiz. Bozorchi? Bozor 26 berdi. 26 beribdi, 32 kam bor. 26 pul beribdi. Ko'rsatamiz mana edi. Baraka top. Bolasi buqa ekanda aka? Necha oylik? 1 oylik? 2 oylik atrofida. 2 oylik atrofida. Nechinchi bola aka? 3 bolasi mana. 3-chi? Ha, 6 kuram. 6 kuram. Suti nechta? Suti oke, 10 ta suti bor, 8 taga beramiz. 10 ta suti bor, 8 taga berar ekanlar yani. Narxi-chi, narxi? 42 kam bor. Bozor nech pul qildi? 34,5. Savdosi bo'ldi. Bermadingiz, ha? Nomer bering aka. 94lik. 450. 450 278. 278. Manzil Namangan Namangan shahar. shaharda. Yo'q. Davom etamiz. Keyin ko'rsatishga. Savdo bo'lyapti. Qasi bo'lyapti, tog'a? Ona bola 35. Bu bolasi ekan mana. Onasi mana 35. Ko'ringlarchi. Yo'q. 35. Yo'q, savdo bo'lyapti. Yomon emas ekan, zo'r ekanligi. Aka, birinchi bolasi bu? Birinchi bola. 35 bo'lyapti ekan. 35,5 qildi. 35,5. Yo'q. 35,5 savdo bo'lyapti. Berishmayapti. Keyingisini ko'rsatamiz. Aka, bolasi xonajin ekan. Nechinchi bola aka? 3-chi bola. Yo'q. Narxini nech pul aytyapsiz aka? 23 million. 23 million so'm kami bor. Bozor nech pul qildi aka? 20 ga bermoqdi. Yo'q, barakasi bo'lsin. Akalar, xudo xolisa qo'limizdan kelgancha bozordagi narx-navoni sotilmadimi? Yo'q, 35,5. 35,5 ga. Zo'r ekan-da. Bola gibrid ekan, tonna bo'ladi bola, xudo xolisa. Zo'r. Barakasini bilsin. Oho, to'palan bo'lib ketdi-ku mana. Aka, nech pul aka ona bola? 32 million. Suti nechta aka? 5 litr. 5 litr. Bola buqami? Yo'q. Yo'q. Bola limuzin ekan. Bozor qancha qilyapti aka? 27 million. Bolasi ham zo'r ekan mana. Tishi nechta aka? Tishi maydalagan. Aka, yana bormi bulardan, yo'qmi? Oxirimi? Yo'q. Xo'p, akalar, xudo xolisa qo'limizdan kelgancha narx-navoni yoritib borishga harakat qildik. Endi Xashar bozoriga o'tamiz. Xashar bozori ham sizlar uchun chiroyli obzor qilib beramiz, akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Qolamiz, nima ham deymiz?